Bu yoqda o'tirgan 5-6 ta blogervachcha, kecha tuxumdan chiqqan blogervachchalarning xatti-harakatlari. Xurshid Do'stmuhammad ustoz unaqa odam emas. U ziyoli shaxs. Esankiratib qo'ymoqchi bo'lyapti bu insonni. Men Xushnudga o'ziga ham aytadigan gapim bor-da, bu tupa-tuzuk bola deb o'ylardim. Bu ukam bu yaxshi emas qilgan narsa. Xurshid Do'stmuhammad mana otamni qadrdon edi bu inson. O'zidan bir necha barobar bo'lgan bir shaxsni ustidan masxara qilgandek bo'lib, gapini bo'lib, gap ustiga gap qo'shib, bir tiyinga olmagandek qilib, bunaqa ishlar qilmaydi, bu noto'g'ri narsa bu. Shundoq qo'lim ushlab turib, qo'limni qayirgandek bo'lib, darvozaning orqa tomoniga shundoq olib o'tdi-da. Otam o'sha yaxshi ko'rgan yaqin do'stlarini chaqirmoqchi bo'ldi. Bular ichida albatta Xurshid Do'stmuhammad ham bor edi. Tig'lab qo'yadigan odatlari bor edi Xurshid Do'stmuhammadning. O'tirishlari bilan o'sha o'tgan kunlardan Otabek Yusuf Behojdan bahs ketdi. Tez qarataydi nomlarni. Yaxshi emas ahvoli. Tezroq qarataydi. O'tirganda ham albatta bu ulug'larning o'tirishi, oddiy o'tirishi ham shunchaki bo'lmaydi. Shunaqa ko'rsatuvlar, betga chopar degan ko'rsatuvlar. O'shalarga xos narsalar ko'p. Endi afsus, Bektur Hoshim ustozimiz bilan ko'p o'z insonni suhbatini ola olmadik, birga bo'la olmadik. Har holda Xurshid Do'stmuhammad mana otamni qadrdon edi bu inson. Otamning do'sti edi, otam Shayx Aloddin Mansurni yaqin do'sti bo'lgan. Bir-biri bilan hamfikr insonlar bo'lishgan bular. Oxirgi paytlarda ham otamiz o'tishdan oldin ham kelib, uyimizda bo'lib, mehmon bo'lib, o'zining fikrlarini aytgan inson. Men juda ham minnatdorman shu insondan. Haqiqiy bir do'stonalikni ko'rsatgan. O'shanda bir eslayman. Otam o'tishidan oldin uyga kelgan paytda toblari qochib qoldi mazasi bo'lmasdan. O'sha paytda mazalari bo'lmagan paytda shunaqa holat bo'ldiki, uyimga mehmon chaqiradiganman. Uchastka olganman, uchastkaga mehmonlarni chaqirganman. Dadam kelishiga mo'ljallaganman bu narsani, bir avval ko'rsatuvlarda ham aytdim bu narsani. Qisqa bo'lsa ham aytib ketay. Shunda otam shu o'zimni yaqinlarini chaqiray dedim. Otam keldi, kasal bo'lishiga qaramasdan keldi uyimga. Kelib mehmonlarimni birga kutmoqchi bo'ldi. Shunda otam o'sha yaxshi ko'rgan yaqin do'stlarini chaqirmoqchi bo'ldi. Bular ichida albatta Xurshid Do'stmuhammad ham bor edi. Ular kelishdi. Kelgan paytda odam chiqolmadi u yerga, mazasi bo'lmay qoldi. O'sha 2-3 ta ovqatlar beramiz biz, taomlar tortamiz mehmonlarga, shu oxirgi taom tortib bo'lgandan keyin aytsang keyin chiqaman ko'rishgan ular bilan dedi. Va shunday bo'ldi. 3-chi taomdan keyin chaqirdim, chiqdilar, mazasi yaxshi emas. O'tirganda ham albatta bu ulug'larning o'tirishi, oddiy o'tirishi ham shunchaki bo'lmaydi. O'tirishlari bilan o'sha o'tgan kunlardan Otabek Yusuf Behojdan bahs ketdi. Tig'lab qo'yadigan odatlari bor edi Xurshid Do'stmuhammadning. O'sha yerda ham qitig'ladilar. Ya'ni bir otamizni ko'ylini ko'tarish uchun mazasi yo'qligini bilib qoldi u kishi. Qitig'lab, ya'ni o'sha o'tgan kunlar haqida bir gaplashishni yoqtirishini bilib, o'shandan mavzuni ochdi. Va gaplashdi. Va u yerda ham o'zining fikrlarini bildirdi. Va shundan keyin u inson, adashmasam, mana shu Xurshid Do'stmuhammad aytdiki, do'stim dedi, siz kiravering endi, damadoriymi sekin ketaveramiz. Zahriddin o'zi kuzataveradi. Siz kiravering dedi, kirg'izib yuborildi. Xo'p deb xayrlashib kirib ketdilar. Va mehmonlarni kuzatib chiqdik. Shunda Xurshid Do'stmuhammad birga edi. Mehmonlarning orqasida ketdi-da, hamma mehmon chiqarib bo'lganimizdan keyin, mayli ustoz, yaxshi boring desak, shundoq qo'lim ushlab turib, qo'limni qayrigandek bo'lib, darvozaning orqa tomoniga shundoq olib o'tdi-da, tez qarataydi nomlarni. Yaxshi emas ahvoli. Tezroq qarataydi. Nimaga bu holat yoqmayapti? Shunaqa. Bu haqiqiy bir do'stni qayg'urishi edi. O'zini sadoqatli do'stiga, og'aynisiga, maslakdoshi, hamfikr insoniga qilinadigan bir mehr edi. Sadoqat edi. Mana shu narsani men ko'rdim bu insonda. Va o'shani ko'rganimdan keyin u insonga yana bir hissa men hurmatim oshdi. Demak, otamizning do'sti bor ekan. Haqiqiy bir, ya'ni biz qoyillatmayapmiz u insonni ziyorat qilib, ko'rishimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak. Lekin mana shu joyda men xotirjam bo'ldimki, demak, haqiqiy bir inson bor ekan. Otamni yaqin tushunadigan odam bor ekan, do'sti dedim, qayg'uradigan inson bor ekan. Ana shunday do'st Xurshid Do'stmuhammad. Va bir necha bor otamiz haqida xotira ko'rsatuvlar, yana boshqa narsalarda ham yo'q demasdan kelib ko'rsatuvlarda qatnashib, fikrlarini aytib ketgan inson. Ya'ni haqiqiy do'st bo'la oladigan, haqiqiy ustoz bo'la oladigan inson. Bizni arzimagan, bizni ijodiy ishlarimizni ham, kitoblarimiz, tarjimalarimiz bo'ladimi, o'zimiz shu Toshni teshgan tomchilar kitobi, mualliflik kitobim bo'ladimi, o'shalarga ham kichkina ishlarimizni ham katta baholab, bir ulug'larning oldida ham, katta bir qalam ahllarining oldida ham
bir ijobiy fikrlarni bildirib maqtab, ya'ni bizni sal bizga nima deydi bir narsa berib ko'nglimizni ko'targan insonda, ya'ni ustozligini qila oladigan. Ustozligini qilish ham hammaga emasda. Ustozlikni eplash ham hammaga emas. Aytamiz, shogirdlikni eplasang shogird bo'l deymiz. Eplasang ham ustoz bo'l deyish kerak o'zi asli. Bu gap ham borda. Ustozligini eplagan qiladi. Insonda ana shu narsa bor. Endi afsus, O'tkir Hojiyev ustozimiz bilan ko'p o'z insonni suhbatini ola olmadik, birga bo'la olmadik. Juda kam ko'rishib qoldik, afsus. Alloh rahmat qilsin bu insonni. Lekin ana shundan keyin men o'sha etagini tutgan, o'zimni ustoz deb biladigan inson mana shu inson. Va bu insonni bu nima deydi, ustida masxara qilinib, o'zlaricha haligi bir tinga qimmat desam ham bo'laveradiganlari bor ularning ichida. O'shalar o'zlaricha bir iskanjaga olgan bo'lib bu insonni o'tmishni gapirgan bo'lib nima qilmoqchi bo'lishyapti. Birov gap boshlasa, ustoz gap boshlaydigan bo'lsa, gapini bo'ladi. Orqasidan meni ham gapim bor deydi. Behurmatligini ochiq oydin ko'rsatadi. Bu yerda bittasi bor ekan, chiyillab turadigan. Chiyillab bir narsalar deydi. Endi chiyillagandan bildinglar kimligini. Shunaqa qilib turadigan gap qo'shadiganlari bor. Bu qayerda bor? Qaysi odob? Qayerdan oldinglar bu xulqni? Qayerda bor ekan bu? Yoki chet elga taqlidmi endi bu ham? Chet ellarda bo'lishi mumkin, Amerikada, qatlarda bordir bu narsa. Shunaqa ko'rsatuvlar, betga chopar degan ko'rsatuvlar. O'shalarga mos, xos narsalar ko'p. Ularning mentalitetiga to'g'ri kelishi mumkin. Bizda bo'ladimi shu narsa? O'zi umuman yozuvchini qo'yib turing. O'zingizdan yosh katta inson bilan suhbatlashyapsiz. Suhbatga olib keldingiz uni iltimos qilib, yalinib. O'sha ko'rsatuvda ustidan kulib masxara qilish mumkinmi? Qayerda bor bu narsa? Qoida. Qayerdan olyapsizlar bu narsani?